Necha pul so'rayapsizlarmi? Shular. Atog'i necha pul bo'ldi bu? 7 million. Naqd bo'lsa. Bozor necha pul savdo qildi? 6 million. Telefon nomer qoldiramizmi? 88 lik 830 9085 urush huquq chiqaruvlarni bo'lasizlar deyaptilar mana. Ana bu ya onlarım. Ana bu. Ana şu kişiler bol şu kişiler. Cafer isimleri. Abi. Cafer Havuçi, Fıskor. Chiqaribozlardan. Hamma-hammalaringizga assalomu alaykum. Buxoro viloyati Jondor tumanida Yakshamamul bozoridan sizlarga ona bola qo'ylardan qurbonlik uchun so'yiladigan qo'chqorlardan hammasidan ko'rsatib o'tamiz. Kirib kelayotgan qurbon hayitlari barchalaringizga muborak bo'lsin. Bittadan like tugmasini bosib, kommentariyada o'zingiz izohlashingizni qoldirasizlar. Avvalgilarga nisbatan mana bu kun bozorimizga xudo xohlasa mollar seroq qilgan, hammasini qo'ldan kelgancha o'rtada yurishni iloji yo'q. Mana ko'ryapsizlar. O'sha uchun chetlardan ko'pdan kirib videolarni qilib ko'rsatamiz. Ko'rko'zlardan, ona bolalardan hammasini. Aka necha puldan bo'ldi? Ona bolami bular? Ona bacha. 4 milliondan. Bozor necha puldan savdo qildi? 3,5. Sizlar yaxshimi charchamayapsizmi? Tinimsiz. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Telefon nomer qoldiramizmi? 93lik 359 339 4100 shu nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Mana sho'xlik ona qo'ylardan ko'rsating deganlarga mana sho'xlik variantdan ona qo'ylarni nechinchisi o'sha qo'y qarama 3 yo'q. 3-inchisi. Oldingizmi aka buni? Oldingizmi aka buni? Necha pulga? 4 million 700 ga olingan mana. Baraka bo'ldimi aka bu? Qurbonlik uchun. Assalomu alaykum. Nazim, Solgato Nazim. Aka necha pul baraka bo'ldi bu? 3 millionga. Naz? Amrometanga o'da? Ha? Ha, nomer, misli nomer. Telefon qiling, qadasi bozor. Aniqlang. Şu bahçeler YouTube'ya çıkarmış. 4 milyon aytilyapti. Bozor necha pul savdo qildi aka buni? Assalomu alaykum. 35 qildilar. 35. 4 million so'rayapmiz. Ha, 4 million so'rayapti. Ular-chi, ular necha puldan? Bular 35 dan. 35 dan. Bularga bozor necha puldan savdo qildi? 32. 32. Telefon nomer qoldiramizmi barralarga? 91 448 448 46. ha 46 66 shu nomerlarga aloqaga chiqarasizlar mana barralarning zo'rlaridan. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Necha puldan bo'ldi barralar? 2 million 200 dan. Bozor necha puldan savdo qilyapti? 2 milliondan bozor savdo qilyapti. Ha bo'ldi, glavniy davolayman. Telefon nomer qoldiramizmi? Ayting. 93lik 744 62 22. To'g'rijon. Salom shimo tag'oy. Alo Naşid aka, sog'liga ton nazmi, tinchmi? Gashding? Bayram okati? Rahmat pulga Necha pul bo'ldi aka bu? 3,5. 3,5. Bozor necha pul savdo qildi? 27. 27 2 3 million. deydi. Böylesini. 3 aytilishi aytilayotgan ekan mana. Mana barralar olingan ekan, o'z barrani. So'radi. Necha puldan olyapsiz og'a buni? Assalomu alaykum. 26 dan. 26 dan 2 million 600 dan olganlar. 2 bana aytayapman, kech qolinishi uchun. Baraka bo'ling. Chamba baraka shu aka, to'xtang bitta aka. Assalomu alaykum. Salom shimo, tinchmi? Alo Naşid aka, aytayapmi? Narmonjon. Aka, Yaxshimisiz? tinchmisiz? 4 million 300 ga baraka bo'lgan. Bunisi-chi?
Ha, 4 milyon 300 pul beryapsiz. Yürekler tüyür yarım milyon. 4 milyon 300 milyon verdim. Yok hayır bu rol yok. Yerlerdi tamam. 4 milyon 300 ga pul so'ralyapti mana shu Qo'chqor barraga. Nechi pul ekan aka? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Ha? 4,5. Bozor nechi pul savdo qildi? 3 milyon 900 bozor savdo qilgan mana Qo'chqor barraga. Oldingizmi aka buni? Nechi pulga? 3 milyonga olingan mana shu. Qaytagina baland oldi. 6 milyon. Nechi pul ekan tog'a? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? 5 milyon. 5 milyon. Bozor nechi pul savdo qildi? 4,5. 4,5 pul beryapsizmi tog'a siz? 4,5 milyon pul berilyapti mana shu Qo'chqorga. Assalomu alaykum. So'ralaringiz, charchamayapsan, tushunsan? Orqa tarafdan ko'rsam. Nechi bo'lsa endi oxiri, tog'a? Bu Rossiyagacha bor ekanlar. Ha? O'g'ilchalar telefon qilib, "Dada, men sizni nima ko'rdim" deb. Ha. Polna. YouTube'ga. Ha. Aynalar. Oxiri nechi bo'lsa beramiz? Endi tog'a shunchasini beribsiz. 46 beradilar yana. Bering. 100 ming so'm qo'shdilar. Siz 100 ming qayting, 100 ming qo'shadilar. Agar to'g'ri kelsa, ol pullari o'zlarida. Yana o'shanga 100 ming qo'shadilar. 46 jup qilib olavering. Dadam o'lganlar mana. Dadam ketganlar. Bu yoqdan ol desalar. 4,5 pul bergan ekanlar tog'am. Echkilar nechi puldan bo'ldi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz tog'a? Nechi pul? Balandni, pastni? 2,5 dan 3 dan. Ona bo'ladi bular? 2 tadan bachasi. Ha, 3 millionligini 2 tadan bachasi bor. 2,5 millionliklar bittadan. Qo'yizlar nechi puldan bo'ldi? 2,5 dan. Aytilishi. Bozor nechi puldan savdo qildi? Bozor 2 milyon 200. Telefon nomer qoldiramizmi qo'yizlarga? Shera sotiladi, ha? Echkilar oldingizmi aka? Nechi puldan? 1 milliondan olingan mana shu echkilar mana. Akalar, bozorni o'zlaringiz solishtirib olaverasizlar. Nechi pul ekan bu Qo'chqor barra? 3,5. Aka tinchmisiz? 3,5. Bozor nechi pul savdo qildi? 27. 700 ga bermadi. 3 million 700 ga berilmadi. 3 million beriladi. Bunisi nechi? Bunisi 4. Unisichi? 5. 5. Kelishib beramiz. Kelishib beriladi yana. Telefon nomer qoldiramizmi aka bularga? Shera sotasan. Nechi pul bo'ldi aka? Assalomu alaykum. 5 million aytilyapti. Bozor nechi pul savdo qildi? 4 million 200 bozor savdo qilgan mana shunga. Oğlum savat nagardo. Nechiga baraka bo'lyapti? Assalomu alaykum. Ato'a? 5 milyon. 5 million. 5 millionga. Ona bola 5 millionga berilmayapti. Agar aholilarga nisbatan bozorimizga kam kirgan yemli, ya'ni qo'chqorlar. Assalomu alaykum, tog'a yaxshimisiz? Sog'laringiz yemlangan qo'chqorlar avvalgilarga nisbatan kam kirgan. Mana bu yerlarda ham bor ekan. Kimdan ekan bular? Nechi puldan aka? 5,5 dan katta 8 million. Katta 8 million, bular 5,5 dan. Bozor nechi puldan savdo qildi? Bir joya. Telefon nomer qoldiramizmi? Ayting. 93lik. 93lik 622 70 qo'l. shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Qurbonlikka o'sha 6-chislar kuni ham Farqi yo'q. Yana bor, ha? topdan beramiz. Nechi pulga baraka bo'ldi bu? 5,5 deymiz. Ha, sotiladigan bu. 5,5. Necha yoshar bo'ldi bu? Shak. Shagoli. Savdosi nechi pul bo'ldi? Biladigan qilib aytavering. 5 milyon savdo. 5 million savdo bo'ldi. Bermadingiz. 5 millionga berilmagan. Telefon nomeringizni ayting. 94lik. 94lik
797 Aha. 22 28. Shu nomerlarga aloqaga chiqasizlar, savdolashib olasizlar. Nechiga baraka bo'ldi aka bu? 4 millionga olingan mana shu qo'chqor bor. Nechi pul ekan bu tog'a? 4,5. 4,5. Bozor nechi pul savdo qildi? Nechi oxiri? 3 million 800, 4 milliongacha bozor savdo. Qani? Qani tog'ajon shu reklama degan joyni ayting-da, qani? Nechi puldan bo'ldi bular? 7 million. Kelishtirib aytib, 6 million aytib. Egasidan bo'lib yaxshi. O'sha aytolmas, siz 7 million deganda kamerani o'ziga yozsalar o'ziga yozarlar-da buni. Ularchi? 6 million, 5 million, bekasi 6 million. Ikkita katta 6 milliondan. Bu mayda 5 million. Bozor nechi puldan savdo qildi? Savdosi. 3,5 deyapti. Ha, ana bozor joyiga olib boribdi-da o'zi. Sekin qo'shiladigan bo'lsa. Telefon nomer qoldiramizmi ishqibozlarga? Yo she'ri baraka bilaman. Ayting. Ha, 50lik 501 39 olmuş. Shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Nechi puldan bo'ldi? 3,5 4. Bozor nechi puldan savdo qildi? 3,5 savdo bo'ldi. Ha, bular ikkita katta 3,5danmi? 3,5dan ikkita katta savdo bo'lgan. Qo'chqor baralar. Olib so'yadigan, boqiladigan ekan. Telefon nomer qoldiramizmi? Farq yo'q. Ayting. 94lik? 99. Ha, 99lik? 458 82 02. Shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar aka-ukalarim. Nechi puldan bo'ldi qo'chqor baralar? 32 dan. Bozor nechi puldan savdo qildi? Bozor 28 dan. 28 dan bozor savdo qilgan. Nechidan bo'lsa beramiz? 3 million axir. 3 milliondan. 3 milliondan. Telefon nomer qoldiramizmi? Ha, Ayting. 50lik. Aha. 069 355. Shu nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Nechi puldan ekanchi ham bular? Kattasi 4,5 millionmi? 42 dan. Ha, 42, 38. Ha, 3ta 38, bular 42 danmi? Bozor nechi puldan savdo qilyapti? 3,5 dan savdo bo'ldi, berilmadi. Telefon nomer qoldiramizmi? Yo'q. Bilaman, qurbonlik uchun bo'ladigan qo'chqorlardan sizlar uchun ilinyapman. Nomerlarini olib qo'yamiz. Xudo xohlasa ana erta 6-da qurbonlikda telefonlashib borib savdolashib olaverasizlar. So'yish uchun. Nechi puldan ekanlar? Assalomu alaykum. Sog'lar, zavqsiz, charchaymisiz, tinchmisiz? Gap yo'q, rahmat ojon. O'zlaringiz ham bayramlaringiz bilan. Nechi puldan bo'ldi aka? Bozor nechi puldan savdo qilyapti? Bo'lgan savdosini ayting. 24 gacha, 2 million 400 gacha modavaralar. Tamam. Bitameti ham. Nechi puldan bo'ldi aka qo'chqor baralar? Ha? 4 milliondan. Bozor nechi puldan savdo qildi? 37. Erta 6-da qurbonlik uchun mol bormi? Ichidan telefon nomer qoldiramizmi? Endi o'sha kunga 5-sizlarda, 4-sizlarda 93lik ha. 457 98 90. Shu nomerlarga aloqaga chiqasizlar, mana 3-sizlarda, 4-chi, 5-sizlarda, ya'ni 6-sizlarda ham borib, mollarni xarid qilib qurbonlik qilishlaringiz mumkin aka-ukalarim. Adres qayer? Ushot ha?
yana ish bilan Ana shu qildi. Ajan tutorlar 80 hisoblangan. Necha puldan bo'libdi aka bular? 3 milliondan sotildi. Bularchi endi? Ha, bular ketdimi? 3 milliondan. Böyle. Açda shurishda. 2 milyon 800 dan dedingizmi bularni? Savdosi qanchadan bo'libdi? Ha, ketganlar ham bor ichidan. Ha, ichcha bog'langanlar ketilgan. Telefon nomeringizni ayting-da. 3200 sotasan. Bepushanız. Nima qilasiz? To'ldiring-ki. Yo'q, ber 200 mingga. Buni sana. Telefon nomeri qoldirmaymiz deydi, ama ana savdo avjida. Necha pul ekan tog'a bu? Necha pul ekan? Assalomu alaykum. 6 milyon 200. Bozor necha pul savdo qildi? 52. 5 milyon 200 bozor savdo qilgan. Jivoyiga 100 kilo keladi deb o'tiribdilar. Telefon nomer qoldiramizmi aka bunga? Ayting. 94lik 544 74 60 shu nomerlarga chiqaverasizlar. Ish qo'zlari bo'ladigan bo'lsa marhamat. Aka bular qara quloqlar necha puldan bo'ldi? 5 ga 5,5. Bunisi 5, kattasi 5,5 demak. Bozor necha pul savdo qildi? Ha, 4. Telefon nomer qoldiramizmi? Xo'p. Necha puldan bo'ldi aka bular? Ha, bu 4 milyon, xo'sh. 3 milyon bunisi qo'chqorlar. 3,5. Aha. Savdo necha puldan bo'ldi? Savdosi necha pulga chiqdi? Necha so'radilar o'sha so'raganlar-ku? So'ramadilar demak. So'ralmagan. Aka olingizlarmi buni? Necha pulga? 28. 2 milyon 800 ga olingan mana shu. Bozor o'zlaringiz solishtirib olaverasizlar. Necha pul bo'ldi aka bu qo'chqor? 6,5. Necha yoshar? Shakka o'tganimiz kerak. Shakka o'tgan. Necha so'radilar? Necha so'radilar? Necha so'radilar oxiri? 5. 5 millionga so'ralgan. Telefon nomer qoldiramizmi? Telefon nomer qoldiramizmi? YouTube'ga joylashtiraman buni. Misol uchun bera sota olmasangiz, ish qo'zi chiqadigan bo'lsa, savdolashib uyingizdan borib olaveradilar. Ayting, shera so'raylar. Xo'p. Yazdan assalomu alaykum. Uyda ikkita bombani Ha? Platnimi Besplatni aytavering nomeringizni. 94 ha. 21 321 0590. Qurbonlikka suyuladiganmisiz? Yo'q. Ha. Parvolik. Parvonlikka? Molga qo'shadigan. Ha, molga qo'shadigan katta qo'chqorlardan. Ha, 3tasi 3 ga 1, 2 ga 1. Bittasi 3 tani, bittasi 2 tani. Aha, telefon nomeri ayting. 93lik. 93lik ha. 474 474 62 68. shu nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Qo'ylarga qo'yish uchun qo'chqorlarni zotdorlardan bor mana shu akamizda. sho'xligan bu, saqlasak ham bo'ladi. Aha. Xo'p. Necha puldan bo'ldi aka bular? Necha pul bo'ldi? 6,5. Bozor necha pul savdo qildi? Savdo indimi? Necha pul bo'ldi aka bu? 5,5. Bozor necha pul savdo qildi? 4. Bozor 4 milyon savdo qilgan. Necha pul bo'ldi aka bu? 5 milyon. Bozor necha pul savdo qildi? 4 milyon bozor savdo qilgan. Shakmi? Telefon nomer qoldiramizmi?
aka ukalarim, shu bilan videolarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.